Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men o'tgan qitimqi leksiyada qon va jiddiy qon yo'qotishdan keyin kelib chiqadigan oqibatlar to'g'risida qisqa bir leksiya so'zlab o'tgandim. Bugun men mushu qon hujayralari va ularning roli to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Qon deganimizda asosliq mushu qon tarkibidagi qon hujayralari va plazmani ko'z tutadi. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida badanimizdagi qon taxminan 45% qon hujayralaridan tashkil topgan bo'lsa, 55% qon plazmasini tarkib topgan bo'ladi. Eee, Qon hujayralari degan vaqtimizda bu yerda asosliqi qizil qon hujayrasi, ya'ni bu bizningki qonning tashqi ko'rinishini barpo qilgan hujayra bo'lib, bu qonning asosliq hujayrasi hisoblanadi. Bu qon mushu qon hajminiki taxminan 45%ni egallaydi. Undan boshqa oq qon hujayrasi va qon plastinkasi qatorliq hujayralar bo'lib, bu 1%dan qon hajmining 1%dan oz qismini tashkil qiladi. Qolgan qismi bo'lsa, qonning suyuqlik qismi bo'lib, buni biz odatda qon plazmasi deymiz. Qon plazmasi butun qon hajmining 50%ni egallaydi. Uning tarkibida asosliqi suv va suvda eriydigan mineral moddalar, oqsil, ozuqluq, qoldiq moddalar va suvda erigan ba'zi gazlar bor. Bu rasmda ko'rsatilgani mushu asosliqi shu qon hujayrasi. Men yuqorida deb o'tgandagidek, qizil qon hujayrasi, oq qon hujayrasi va qon plastinkasi bo'lib, buni ko'rayotganinglardek inglizcha mushu white blood cells, ya'ni oq qon hujayrasi, red blood cells, ya'ni qizil qon hujayrasi va qon plastinkasi, ya'ni inglizcha platelet deb ataymiz. Hamda bu oq qon hujayrasi degan vaqtida u yana bir necha kichik turga bo'linadigan bo'lib, men bu yerda bu to'g'risida tafsili to'xtalmayman. Hamda tövəndə mushu qonningki asosliq hujayrasi bo'lgan qizil qon hujayrasi to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Qizil qon hujayrasi badandagi qonning asosliq tarkibi bo'lib, uning ömrü, ya'ni qizil qon hujayrasining ömrü 115 kundan 120 kun atrofida bo'ladi. Ya'ni badandagi qizil qon hujayralari har 115 kundan 120 kungacha o'lib, uning o'rnini badanda yangidan ishlab chiqarilgan qizil qon hujayralari to'liqlab turdi. Badanda qon ishlab chiqaradigan organ ilik bo'lib, kichik bolalarda yoki buvaqlarda yoki opaning qo'sqida jigarmi qon ishlashga qatnashadi. Biroq keyin yoshning cho'ng'ishiga ergishib, jigarning qon ishlab chiqarish iqtidori yo'qolib, faqat va faqatla ilik qon ishlab chiqaradigan birdan bir organ hisoblanadi. Yoshning cho'ng'ishiga ergishib, ilikning qon ishlab chiqarish iqtidorimi tövənlab mangadi. Oq qon hujayrasi deganimizda, mushu men yuqorida deb o'tgandek, qon hujayralarininki oz bir qismi oq qon hujayrasi bo'lib, u umumiy qon hajmining 1%dan tövən qismini egallaydi. Oq qon hujayrasi badanning immunit sistemasining muhim bir qismi bo'lib, badanni yuqumli kasalliklardan va badan sirtidan kirgan tajovuzchilardan qo'g'dashda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Oq qon hujayralari ilikdagi ko'p iqtidorli g'ul hujayralaridan paydo bo'ladi. Oq qon hujayrasi yolg'iz qonning muhim tarkibi bo'lib qolmasdan, balki limfa suyuqligining muhim tarkibi hisoblanadi.
qon plastinkasi, ya'ni platelet. Bu shu qondagi eng kichik hujayra bo'lib, qon umum qon hajmining nihoyatda kichik bir qismini egallaydi, lekin son jihatda nihoyatda ko'p bo'lib, bu badanda asosan qon to'xtatish rolini o'ynaydi. Agar qon tomirlar yerilib ketganda qon plastinkalari ga signal bordi. Shuning bilan qon plastinkalari zaxmi bo'lgan o'ringa to'plashib, qon uyushmasi hosil qiladi va qonni to'xtatadi. Plastinkaning hujayra yadrosi bo'lmaydi. Ular sitoplazmaninki parchalari bo'lib, ilikdagi megakaryotsdan hosil bo'ladi. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida bu plastinka hujayrasi men yuqorida deb o'tgandagidek nihoyatda kichik hujayra bo'lib, uning hujayra yadrosi bo'lmaydi. Uningki badanda qon to'xtatishda alohida muhim roli bor. Ya'ni bu badandagi, ya'ni qondagi plastinka hujayralari kam bo'lib ketgan vaqtida, ya'ni har xil kasalliklar tufaylidan uning soni kamib ketganda, bizda qon to'xtatish to'salg'i uchrab, odatdagi kichik zaxmlardanmi ko'p qon chiqadigan ahvol kelib chiqadi. Qon plazmasi degan vaqtimizda shu asosliqi qonninki seriq ranglik suyuqliq tarkibi bo'lib, u qondagi har xil qon hujayralarining qon tomir ichida ravon eqishining asosi. Qon plazmasi badandagi hormon, har xil ozuqliq, oqsil, dora va qonda eriydigan har xil keraksiz moddalarni badanning munosabatlik joylariga to'shish rolini o'ynaydi. U badan umumiy qon miqdorining taxminan 55%ni tashkil qiladi. Endi yig'inchoqlab aytgan vaqtida qon hujayralari va qon plazmasiningki roli nima degan vaqtida qizil qon hujayrasininki asosli roli oksigen to'shish. Ya'ni o'pkadagi qon tomirlar orqali erishgan oksigenni badanning har qaysi joylariga to'shib opirib, u yerda hosil bo'lgan karbon 4 oksidni o'pkaga qaytarish orqali o'pkaning nafaslanishi bilan sirtqa chiqarib tashlash rolini o'ynaydi. Oqqon hujayrasi bo'lsa, badanda kasalliklardan qo'g'daydi. Ya'ni mudofaa sistemasining bir qismi bo'lib, sirtdan kirgan bakteriya yoki mikrob, virus degandek har xil mush kasal paydo qiluvchi omillarga darhol inkos qaytarib, badanni kasallikdan saqlashda bu oqqon hujayralari nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Qon plastinkasi degan vaqtida men yuqorida deb o'tdim, bu shu qon to'xtatishda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir hujayra bo'lib, agar uning soni normaldan tuvan bo'lgan vaqtida badanda qon to'xtatish to'salg'i uchraydi. Odatdagi zaxmlar sababidanmi badanda ko'p qon chiqish paydo bo'ladi. Qon plazmasi degan vaqtimizda men yuqorida ta'kidlab o'tdim, u asosliqi shu qonda yoki suyuqlikda eriydigan har xil modda, ya'ni ozuqliq, qoldiq moddalarni to'shib, badanning suyuqliq tangpungliqini saqlashda va badan temperaturasini saqlashda alohida rol o'ynaydi. Ya'ni bizningki shu ozuqliqdan, yemaklikdan erishgan ozuqliq modda 3 aydan qonga kirgandan keyin bu qon plazmasi orqali badanning ehtiyojli joylariga to'shilib, u yerda hosil bo'lgan qoldiq moddalar birisi yana 3 ayga qaytib keladi, yana birisi börak orqali sudukdan sirtqa chiqarilib tashlaydi. Bu shu badandagi qon plazmasiningki muhim rollari
Bugungi bu qisqa leksiyani shu yerda to'xtatmoqchi. Agar qarindoshlarninki so'raydigan savollari bo'lib qolsa yoki konkret bir bilmoqchi bo'lgan masalalar bo'lsa, manga ayrim uchur yo'llasanglar bo'ldi. Men keyingi leksiyalarimda bu vaqtda tafsilroq ma'lumot berishga tirishaman. Bugungi leksiya shu yerda oxirlashdi. Hammanglarning anglaganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar.